Cristiano Ronaldoni O'zbekistonga olib kelgan va 4 milliardlik kompaniya egasi Mirodil Jalolov haqida 3 ta fakt. Birinchisi, Jalolov O'zbekistonda neft va gaz loyihalarining 20%ni Zeramax nomidan bajargan va 2000-yilda eng qudratli biznesmen sanalgan. Ikkinchisi, Mirodil Jalolov Roma va Valensiya kabi klublarni sotib olish o'rniga 250 million dollarni O'zbekistonga yo'naltirib, bunyodkor stadionni qurgan. Rivaldoni 18 million dollarga olib kelgan va klubni Markaziy Osiyodagi eng boy klubga aylantirgan. Uchinchisi, Jalolov 18 ming gektarda tekstil va un zavodlari qurib, yiliga 150 million dollar maosh to'lanadigan 41 ming ish o'rni yaratdi. 2010-yilda ozodlikdan mahrum bo'lib, 4 milliardlik kompaniyasi davlatga o'tdi. Hozir esa uni 5 milliardlik Epsilon'ni boshqarib kelmoqda. Mashhurlar hayoti va millionerlar haqida ko'proq ma'lumot olish uchun Millionerlar klubiga obuna bo'ling.